yil 17-mayda Sirdaryo viloyatining Bayovut tumanida tavallud topgan. Alloh Alloh eranlarning so'zi qolgan vatandir bu. Bo'zlab o'tgan to'rg'aylarning bo'zi qolgan vatandir bu. Yurt deb otga qamchi urgan, o'qqa uchgan ne ruhidan, ko'zimga tik qarab turgan, ko'zi qolgan vatandir bu. Kechib sarhad ummonlarni, ko'rsamda tik iymonlarni, kishan uzgan arslonlarni, izi qolgan vatandir bu. Garchand jarang, garchand sukut, qon, shon bilan olingan yurt, tishlarida kurashning o't, muzi qolgan vatandir bu. Bu yer kimning, bu ko'k kimning, egasi bor har o'tchimning, o'z yerida o'zbegimning, o'zi qolgan vatandir bu. Shoira Halima Xudoyberdiyeva 2018-yil 17-avgust kuni Toshkent shahrida vafot etgan.